ishlash uchun begona yurtlariga borib musofir bo'lib yurganlar, bir narsani unutmang. Siz o'zingiz va ahli oilangizni kelajagini qurish yo'lidagi buyuk vazifani bajarayotgan odamsiz. Siz Alloh taolo buyurgan pokiza rizq topish yo'lida yo'lga chiqqan odamsiz. Bu ishingiz odamlarning qo'liga qarab qolishlikdan yaxshi. Odamlarning qo'liga tilanib qolishlikdan yaxshi. Boqmanda bo'lib qolishlikdan yaxshi. Dangasalikdan yaxshi. Alloh taolo menga pokiza rizq topishlikni buyurgan. Shu bilan ahli oilamga xizmat qilaman. Kelajakda albatta buni yaxshiliklarni ko'raman deb yo'lga chiqishni bu katta sharafli ish. 19 ga 20 ga to'lmagan yigitlar ishlayman, uy-joy qilaman, oilamning yaxshiligiga xizmat qilaman deb ketadigan ayrimlarda bitta ikkita farzandi bilan shibda qoladi. Qiyin, oson emas. Lekin siz juda sharafli ishdasiz. Shuni yaxshi bilaman. O'zim ham musofir bo'laman. Ya'ni musibatlar bo'lishi, sinovlar bo'lishi, til bilmaslik, ish bilmaslik, begona odamlar bilan murosa qilish, begona qonun qoidalar, begona tartib intizomlar. Shuning uchun musofirning duosi ijobat deyiladi. Ya'ni musibat ko'rgani uchun, sinovlar ko'rgani uchun, qancha bir holatlarda ham bu holatda inson o'zligini esdan chiqarib qo'ymaslik. Shu sinovli musofir holatingizda birovni aldab qo'ying. Mansabdan foydalanib birovga ozor berib 3-4 so'm ko'proq pul olaman deb birovga haqqiga xiyonat qilmayman. Bu o'sha kelajakdagi hayotingizda albatta ta'sir qiladi. Birovning haqqi dunyoda ham, u dunyoda ham sizga vafo qiladi. Qaysidir holatda chiqib ketadi. Yo o'zingizda, yo ahli oilangizda halokatga sig'adi.